Endi esa O'zbekistonga koreyslarni qanday qilib kirib kelish tarixini biroz ma'lumotini batafsilroq beraman. İlk koreyslarni umuman Rossiya imperiyasiga dastlab, undan keyin O'zbekistonga kirib kelish bosqichi yillari farqli bir-biridan. Birinchi bo'lib ikkinchi Afyun urushi bo'ladi. Xitoy va G'arb mamlakatlari o'rtasida tuzilgan shartnoma bo'ladi 1860-yilda. O'sha paytda Rossiya imperiyasi bo'lgan va imperiyada Aleksandr II hukmronlik qilgan. Shartnomada garchi Rossiya urushda qatnashmagan bo'lsa-da, o'ziga shartnomadan so'ng katta ulkan hududlarni qo'shib oladi. Bu o'sha Amur daryosi bo'yidagi Amur daryosini shimoliy qirg'oqlarini o'ziga qo'shib oladi, Xitoydan tortib oladi va o'z-o'zidan chegara hozirgi o'sha Koreya hududlari bilan Vladivostok taraflar, o'sha Vladivostok ham aynan 1860-yildan keyin qo'shib olingan. Koreyslar Rossiya imperiyasiga chegara bo'lganligi uchun ham o'ta boshlashadi va o'sha paytda yerda aholi kamligi uchun rus ma'murlari koreyslarga ruxsat beradi ishlash uchun va o'sha yerga borib ular joylashishadi. Dehqonchilik qilishadi, unumsiz yerlarni o'zlashtirmagan yerlarni o'zlashtirishadi va o'sha yerlarda yashashni boshlashadi. Dastlab 100-200 oila noqonuniy kelib ko'chib o'rnashgan bo'lsa, keyinchalik ko'plab koreyslar oilalari bilan ko'chib o'tishadi va ruslar ham bunga to'sqinlik qilishmaydi. Keyingi asrlarda esa o'sha inqilobdan keyin Sovet mamlakati tashkil topganidan keyin o'sha vaqtda 170 mingdan ortiq koreys oilalari uzoq sharqda yashayotgan bo'lgan va mana shu davrda SSSR bilan Yaponiya o'rtasida ko'plab o'sha qarama-qarshiliklar, raqobat paydo bo'ladi va shu vaqtda Stalin qarorini chiqaradi. Bu maxfiy qaror ham deyiladi. Uzoq sharqdagi koreyslarni markazga Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston hududlariga ko'chirish bo'yicha maxfiy topshiriq beriladi va juda qisqa muddat ichida hamma koreys oilalarini vagonlarga solib, Markaziy Osiyo hududlariga, ayniqsa, ko'chirib o'rnatishadi. Dastlab O'zbekistonda 70 mingdan ortiq koreyslar kelib o'rnashgan bo'lsa, undan keyin bu son o'sha qisqa yil ichida 80 mingdan oshadi. Asosiy ularni kelish hududlari bu o'sha Chirchiq daryosi bo'yidagi To'qayzorlar, Botqoqzorlar bo'ladi. O'sha joyda koreyslar tashkil qilingan kolxozlarga ularni o'sha oilalar bilan ko'chirib o'tkazishadi. Ularni ko'chib kelishining sababi esa boya aytib o'tganimdek, Yaponiya bilan raqobat fonida ko'pchilik o'ylaganki, o'sha koreyslarning orasida yapon ayg'oqchilari ham bor. Koreys qiyofasida o'sha hududlarda yashab, ma'lumotlarni Yaponiyaga yetkazyapti degan fikrni ham bergan. Shu sabab ham Stalin hamma koreyslarni ko'chirishga buyruq beradi. Koreyslarni ko'chib kelish fonida ular o'zini juda katta xalqlarni tashkil qilgan va ko'pgina koreyslar keyinchalik O'zbekistonni tanlashgan. O'zbekiston yaqingacha koreys diasporasi, ya'ni koreys xalqini Koreya hududidan boshqa mamlakatlarda yashaydigan miqdori jihatidan dunyoda 4-o'rinda turgan. 300 mingga yaqin koreys O'zbekistonda yashaydi deb hisoblanardi yaqingacha. Endi ularning ko'pchiligi keyinchalik mustaqillikdan keyin Rossiyaga yoki Qozog'iston va ko'pchiligi Koreyaga, o'z o'sha ota yurtlariga, ona yurtlariga ko'chib ketishdi. Shuning natijasida hozirgi kunda yaqindagina olib ko'rsatilgan o'sha statistikada 174 ming koreys millatiga mansub O'zbekiston fuqarolari borligi aytildi. Agar shuni hisobga oladigan bo'lsak, hozirgi kunda biz 5-6 o'rinlarda turamiz eng ko'p koreys yashaydigan mamlakat sifatida. Kolxozlarda koreyslarga o'sha sholichilikni rivojlantirish vazifasi yuklatilgan. Ikkinchi bosqichi esa o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin ham davom etgan. Koreyadagi ko'pchilik aynan O'zbekistonga ko'chib kelgan koreys fuqarolarining avlodlari ham keyinchalik ularning izidan aynan bizni mamlakatga qayta kelib ko'chib shu joylarda o'rnatishgan. Koreys kolxozlarini o'zlarini katta o'sha madaniyat saroylari, stadionlari va ko'plab o'sha sport klublari, istirohat bog'lari bo'lgan o'sha kolxozlarida juda ham rivojlangan bo'lgan. Hattoki o'sha Sovet davrida sotsialistik rejimda yashayotgan bo'lsa ham, ular bozor iqtisodiyotidan kam yashamagan, hattoki o'sha kamdan kam ishlaydigan millioner kolxozlar nomi aynan O'zbekistondagi koreys kolxozlariga tegishli bo'lgan, ya'ni million deganda ularning shunaqangi o'sha tashqi savdo aylanmasi, ularning daromadi shu darajada katta bo'lganki, mamlakatdan kelayotgan ularga o'sha yordam pullari o'sha foizi juda katta bo'lgan va ular juda ham yaxshi hayot tarzini kechirishgan. Avvalo bu kuchli va yuksak mehnat natijasida bo'ladi. Xolichilikdan tashqari koreys kolxozlarida kanop yetishtirish bo'lgan va o'sha paytda bu soha bo'yicha Britaniya mamlakati yetakchi bo'lgan, monopol bo'lgan va Britaniyaning monopoliyasini sindirish maqsadida ham koreyslar o'sha hattoki o'sha dastlab 20-30 sentnerdan 200 sentnergacha kanop yetishtirish salohiyatiga erishishgan. Qisqacha ma'lumotlar shu. Hozir biz Chimkent nomidagi
mahalladamiz va bu yerdagi muzey haqida biroz ma'lumot beraman keyingi videolarimda.